80 yoshlik Uyg'ur ana Pashaxon Kuchar 1 yil burun g'oyib bo'lgan nevaralari Aysu va Abdullahni izlayotdi. Buningdan taxminan 30 yil burun Turkiyaga kelgan Pashaxon ana 5 va 7 yoshlardagi 2 nevarasini izlamoqda. Uning nevaralari Xitoyning Sharqiy Turkistonga qilayotgan zulmida yo'qolib ketgan. Pashaxon ana Xitoy davlatining turklarga qilayotgan zulmi haqida to'xtalib, o'zining Xitoyga bora olmaydiganligini va Turkiya doiralaridan yordam talab qilganligini bildirdi. Amerikada faoliyat qilayotgan Uyg'ur yosh Salih Xudoyar Amerika Avam palatasining a'zosi Albio Sres bilan ko'rishdi. Salih Xudoyar parlament a'zosiga Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari haqida ma'lumot berdi va uning bu masalaga ko'ngil bo'lib, doim kun tartibiga elib kelganligiga rahmatini bildirib plaka hadiya qildi. 2012-yili Turkiya raisining Urumchi ziyorati jarayonida uning bilan salomlashgan Uyg'urlardan Hoji Abdullah va Ibrohimning izlari yo'q. Turkiya raisi 2012-yili 4-oyda Urumchidagi diplomatik faoliyatlari jarayonida xalqaro cho'ng bozorni ziyorat qilgan edi. Ayni vaqtda Turkiyaning bosh ministri bo'lgan raisning salom bergan, uning bilan suhbatlashgan, meva sungan kishilarning hammasining oqmas bahonalar bilan tutqun qilinganligi va oqibatining noma'lum ekanligi bildirildi. Sharqiy Turkistonda 1 milliard tonna neft bayqaldi. Xitoyda eng cho'ng neft shirkati bo'lgan Xitoy neft shirkati Sharqiy Turkistonning Jungar o'ymonligidagi Maxor rayonida zapas miqdori 1 milliard tonna bo'lgan yangi bir neftliq bayqalganligini e'lon qildi. Xitoy neft shirkati Xinjiang sho'basining 2016 va 2017-yildagi neft ishlab chiqarish miqdori 1 million 380 ming tonnaga yetgan bo'lib, 2016-yildan 2020-yil mezgilda 6 million tonnaga yetkazish planlangan. Tadqiqotlarga asoslanganda Sharqiy Turkiston neft, oltin, kumush, ko'mir, uran va mudofaa sanoatida ishlatilgan wolfram qatorliq strategik ahamiyatga ega xom moddalarga sahib bo'lgan oz sondagi rayonlarning biridir. Huawei şirketining bosh moliya amaldorining Kanadada qo'lga ilinishi bilan boshlangan Beijing va Ottawa orasidagi surkilish bir Kanada fuqarosining Xitoyda o'limga mahkum qilinishi bilan davomli kuchaymoqda. Kanada hukumati Xitoyga sayohat qilmoqchi bo'lgan fuqarolarga bexatarlik ogohlantirishi chiqargandan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligi Kanadaga sayohat qildigan Xitoylarga qarata bexatarlik ogohlantirishi e'lon qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Kanadaga sayohatga boradigan fuqarolarni 3-chi bir davlatning talabi bilan xohlagancha tutish xavfiga uchrashdan ogohlantirdi. Yevropa İttifaqı Komiteti bayonotchisi Preben Aman, Angliya bosh ministri Theresa Mayning Yevropa İttifaqı bilan tuzgan ayrilish kelishimining Angliya parlamenti tomonidan rad qilinganligi haqida to'xtalib, buning bilan Angliyaning Yevropa İttifaqıdan kelishimsiz ayrilish ehtimolligi oshdi. Buni xohlamasaqmi tayyorligini qilamiz dedi. U 27 Yevropa İttifaqı davlatining birlashishga va mas'uliyatlarni ustiga ilishga qarab mangdanligini ta'kidladi. Ve Angliyaning Yevropa İttifaqıdan ayrilishi keltirib chiqargan ziyonni eng tuvan seviyaga tushirishga tirishganligini bildirdi.